Juda ko'p ayollarning iltimoslariga binoan ushbu videoni yozyapman. Uy sharoitida qanday qilib olsak bo'ladi? Osiyopa, biz qishloq sharoitdamiz. Biz sizni kurslaringizga qatnasha olmaymiz, yoningizga bora olmaymiz, doktorlarga konsultatsiyaga ko'risha olmaymiz. Bizning qishloqlarda unaqa mutaxassislar yo'q. Hattoki siz aytayotgan narsani nimaligini tushunmaydigan doktorlar bor. Biz uy sharoitida nima qilib vaznimizni ketkizsak bo'ladi degan ayollar uchun men video tayyorladim. Bu juda ham oson. 3 ta asosiy narsani aytaman sizlarga. Mana shu 3 ta narsani hayotingizga kirgizib olsanglar, sizlardan hech qanaqa pul talab qilmaydi. Hayotingizga joylashtirib olsanglar, ishoninglar, vazninglarni ko'tarilishi kamayadi. Hattoki vazninglar ketib, sekin-sekin, juda ham tez bo'lmasa ham, sekin-sekin effekti sizlar masalan 1 yilda bemalol 20 kilogrammgacha ozishinglar mumkin. Birinchisi bu uyquni normasi. Uyqu haqida juda ham ko'p videolarim bor YouTube'da, albatta ko'ringlar. Yana qisqagina eslataman. Inson faqatgina uxlagan paytda ozadi. Biz kun davomida sport bilan shug'ullanishimiz, harakatlar qilishimiz, to'g'ri ovqatlanishimiz mumkin. Lekin agar uyquni joyiga qo'ymasak, biz o'sha bizani yog'imizni erituvchi gormon somatotropenni uyg'ota olmaymiz. Bu qanday bo'ladi? 10 bilan 2 ning o'rtasida somatotropen gormoni uyg'onar ekan. Eng asosiy uyg'onadigan paytda 2-3 dan keyin uyg'onish darajasi kamroq. Aprellarda lolalar sezoni boshlanadi. Dalaga, rasmga tushgani, pikniklarga, video syomkalar qilgani, lolalar rasa chiqqan paytda odamlar boradi, yog'ilib boradi. 2 hafta, 3 hafta o'tgandan keyin o'sha dalalarda sinishlar, lolalarning to'kilib ketishi, kam bo'lishi, ya'ni effekt kamayadi. Xuddi shunga o'xshab tasavvur qilishlar uchun endi shunaqa qilib aytyapman. Rosa lolalar dalada to'lgan payti mana shu 10 bilan 2 ning o'rtasi. Mana shu paytda siz uxlab bersangiz, ana shu uyg'ongan somatotropen gormoni insulinopodobniy faktorga uradi. Mana shu insulinopodobniy faktor 70% gacha jigarda uyg'onadi. Jigarda paydo bo'ladi. Mana shu insulinopodobniy faktor sizni 24 soat, kerak bo'lsa 36 soatgacha sizni yog'ingizni eritib turar ekan. Faqat kechqurun. Ya'ni kechqurun zo'r uxlab bersangiz, siz kun davomida yog' eritishingiz mumkin. Tasavvur qilyapsizmi? Agar siz telefonda o'tirish, eringizni kutib olish soat 1-2 gacha yoki asabiylashganingizda uxlay olmasdan kechasi xolodilnikda o'tirishingiz, bir narsalarni yeb qo'yishingiz va uyqungizni birga ko'chirishingiz, xuddi hamma ovqatlarni, musorlarni tashlab, lolalarni terib, rasmga tushib ketgandan keyin borasiz, bu hech narsa qolmabdi. Mana shu hech narsa qolmaydigan paytga to'g'ri keladi. Ya'ni 2-3 dan keyinga to'g'ri keladi va bunda effekt olmaysiz, deyarli yog'ingiz ketmaydi. Shuning uchun siz noto'g'ri ovqatlansangiz ham, stress qilsangiz ham, boshqa qilsangiz ham birinchi o'rinda uyquni joyiga qo'ying. Insulinopodobniy faktorni 36 soatlikni uyg'otib oling. Mana shu moment sizda 10 bilan 2 ning o'rtasida bo'ladi. Demak, tushunarli. Endi hozir yana bitta lifehack aytib ketaman. Xo'p, men uxlamayapman, nima qilsam uxlayman, osteopatiz hech bo'lmaganda magniy glitsinat sotib oling. Oddiy magniy glitsinatni 300 ming bo'ladi narxlari, masalan, o'rtacha 250-300 ming yoki 350 ming bo'lishi mumkin. Sotib olasiz, sizga 1-2 oyga yetadi va sizda uyqungizni joyiga qo'yishga yordam beradi. Butun umr iching demayman, o'zi asli butun umr ichishimiz kerak. Magniy bizga muhtojmiz. Magniy ichursa shirinlikka bo'lgan muhtojlikni o'ldirib turadi. Asabiy bo'lmaysiz, shirinlik xohlamaysiz. Normal immuniy uyquga ta'sirini aytyapman. Magniyni glitsinat formasini olasiz. Malat emas, taurat emas. Glitsinatni olsangiz, sizni kechqurun yaxshi uxlatib beradi. 2 tadan ichib yotasiz. Va uxlashingizdan oldin oynalarni ochib qo'ying. Xonangizga proxladniy, toza bakteriyalarni, yomon bakteriyalarni o'ldiruvchi, mikroblarni o'ldiruvchi toza havoni olib kiring xonangizga. Qish bo'ladimi, yoz bo'ladimi farqi yo'q. Ochib qo'yib toza havoda yoting va ozgina sovqatishga harakat qiling, chunki sovqatganingizda siz yog'ingiz tezroq eriydi. Issiq qilib pechkalarni yoqib, oynalarni yoqib, dimlanib uxlaydigan insonlar bor. Вообще noto'g'ri. Masalan, meni xo'jayinim shunaqalar. Hamma uni isitib, qalin ko'rpalarni olib oladilar. Chidolmayman, men oyna yopaman, ular oyna yochadilar. Men o'ylab, keyin boshqa xonaga chiqib ketaman. Chidolmayman. Mana shunaqa oyna ochib, sal-soqotibroq uxlaganingizda tana sizni isitishga harakatini qiladi. Chunki tanaga yoqmaydi. Tanaga yoqmaydi komfort. Issiqlik yoqmaydi. U nima qiladi? Voy, buni isitishim kerak, sovqatyapti deb siz isitadi. Nimani hisobiga isitadi bo'ladi? Sizni yog'ingizni eritish hisobiga siz isitadi. Chunki sizga energiya beradi. Energiya berganda, energiya bo'lsa, tok bo'lsa, biz pechkamiz ishlaydi. Xuddi shunga o'xshab inson tanasi ham energiya bo'lsa, tok bo'ladi. Tok nimani sarflaydi? Sizdagi uglevodni sarflaydi. Uglevodni qayerdan oladi? Uxlayotgan paytda uglevod qayerdan oladi? Jigaringizni oladi. Zapas glikogendan oladi.
jigaringizda tugasa, sizni yog'ingizni oladi. O'zi jigaringizda yog'ingiz ketishayotgani sababi sizni ozayotganingizni bildiradi, tushunasizmi? Ham sovqotib uxlashingiz kerak. Yana bitta layfhakni qo'shib ketyapman, ham vaqtda uxlashingiz kerak. Bu вообще мощный effekt beradi. Ikkinchi maslahatim, uxlashdan oldin insulin zo'r tushishi va mana shu somatotropin zo'r uyg'onish uchun oqsiling. Uglevod yemang kechqurun yotishda. Ertalab turganingizda, shu tarozga chiqqaningizda siz har kuni 200-300 gramm ozishingiz kerak. Kamroq uyg'onishingiz kerak, lekin siz naborot ko'proq uyg'onyapsiz. Biling, siz kechqurunga uglevodli narsa yeyapsiz. Qarang. Bitta tarelkaga suv quying. Oldiga oq qand bor-ku, hammamiz ishlatadigan turburchi qotirilgan shakar. Ana shu oq qandni bundoq suvni bir chetiga qo'yib qo'ying. Haligi shakar o'ziga bundoq suv yig'ishni boshlaydi. Sekin suvingiz oqib haligi shakarga borib, shakarni ishiradi razmerda. Oxiri to'kilib ketadi ana shu oq qandimiz. Mana shu to'kilib ketishi nimadan? Nimaga uglevodga suv yopishyapti? Tanamizda ham shunaqa. Qaranglar, mana shu shakar, oq qand mana shu suvni o'ziga tortib olyapti. Siz kechqurun kartoshka qovurma, masalan, non bilan yeysiz. Kechqurun eng ko'p yeydigan narsamiz bizlar shirinliklar yeb qo'yamiz. Masalan, napoleonlar yeb qo'yamiz. Sofiyadan qanaqadir shirinliklar olib kelib, cheescake'lar yeb qo'yamiz. Yoki xolodindan pechenye, mana eng kechqurunda ovqat yegandan keyin inson shirinlik yeydi. O'zi ovqatimiz o'zi uglevod, osh yeyishimiz mumkin, lag'mon yeyishimiz mumkin, somsa yeyishimiz mumkin, masalan. Yo'l orqasidan biz kola fanta bilan qanaqadir shirinlik yeb, mana shu shirinlik deganimizda tasavvur qiling, ichimizga kirdi. Mana shu shirinlik bizning tanamizda o'ziga suv tortib oldi. Kletkalarimiz ishishni boshladi. Ertalab turganimizda nimaga biz atyokli uyg'onamiz? Xuddi oq qandga o'xshab ishib ketamiz. Chunki uglevod o'zida suvni ushlab turadi. Siyamiz, lekin siydigimiz ozgina chiqadi. Suv chiqib ketmaydi. Tanamizda suv, atyokni ushlasak, atyok, yuzlarimizda atyok, oyoqlarimizda atyok. Atyok nima qiladi? Borgan sari atyokning ko'payishi bizning hujayralarimiz ichida suv ko'paytirib, ana shu hujayralarimiz ichida ishlar paydo qiladi. Xuddi apelsinning ko'richkasi bor-ku, apelsin bilan ushlasangiz g'adir-budir, to'g'rimi? Tekkiz bo'lmaydi, g'adir-budir. Bizlar mana oyoqlarimizda g'adir-budir, mana tog'li bir narsalar, ba'zan lipomalar o'sib ketishi mumkin. Mana shu narsa yillar davomida yig'ilgan atyok hisoblanadi. Juda ham ko'p uglevod iste'mol qilganimizga. Demak, hech qanaqa xarajatsiz, prosta kechqurunga oqsilli mahsulotlar yeng. Go'shtli bo'lsin. Qishloqda yashasangiz, go'sht yeysiz, tuxum yeysiz, tvorog yeyishingiz mumkin. Yana nima deyman? Tovuq go'shti yeyishingiz mumkin, arzonroq. Mana shunaqa oqsilga boy bo'lgan mahsulotlar, masalan, no'xat oqsilga boy. Faqat no'xat shunaqa narsaki, no'xatda fitinoviy kislota, ya'ni o'sha oqsilni so'rishga xalaqit qiluvchi mahsulotlar ham ko'p. O'shaning uchun men juda ko'p videolarimda oqsilga boy mahsulot, masalan, no'xat, chechevitsa, grechka, perlovka bor. Zo'r. Lekin ularda no'xat 100 gramm mahsulotda 10-15 grammda atrofida bo'ladi. 10-15 grammda atrofida bo'ladi. Ya'ni go'shtga nisbatan, tuxumga nisbatan kamroq. Va shu bilan birgalikda uni hazm bo'lishi ham juda ozgina qiyinroq. Chunki ichida o'sha hazm bo'lishini bloklab turadigan anti proteinga o'xshagan narsalar bor. O'sha proteinni, oqsilni hazm qilishini nazmanyasi esimdan chiqib qoldi. Mahsuloti bor. Mana shu mahsulotlar sizni oqsilingizni kamroq hazm qiladi-da, o'sha chechevitsaning tarkibidagi uglevod ham bor-da, uglevod yaxshiroq hazm bo'lib, yaxshi effekt bermaydi. Ya'ni biz xohlaganda effekt bermaydi. Agar siz kechqurun men aytgan mahsulotlarni yeb yotadigan bo'lsangiz, ertalab turganingizda ham somatotropin zo'r uyg'onadi, ham yog'ingiz eriydi, ham atyoksiz uyg'onasiz. Tushundingiz-a? Demak, uyquni joyiga qo'yapmiz. Kechqurunga oqsilyapmiz, badanimizda atyok bo'lmasligi uchun. Bu har bitta ayol qilsa bo'ladigan, bunga xarajat kerak emas. Plyus borligini, plyus yo'qligini umuman aloqasi yo'q. Qishloqdamiz, shahardamiz aloqasi yo'q. Hammaga ishlaydigan zo'r mощный effekt. Uchinchisi, harakat qiling. Harakatingiz uydagi ishlar bilan bo'lsin. Masalan, puli bor, sharoiti bor ayollar nima qiladi? Fitness zalga yozilib qo'yadi, haftada 3 marta bo'ladi, 2 soat shug'ullanadi, shu yetadi deb o'ylaydi. Mana shu eng katta xatolardan. Siz har kuni o'zingizga odat qiling yurishni. Yuring. 2000 dan boshlang, 5000 ga ko'tariling, 7000 gacha yuring. Imkoniyatingiz bo'lsa, undan ko'proq yuring. Lekin 7000 sizga yetadi. 7000 qadam sizni o'sha bir kunlik metabolizmingiz yaxshi ishlashligi uchun, qon tomir sistemangiz yaxshi ishlashligi uchun, limfa sistemangiz yaxshi ishlashligi uchun yetadigan darajada effekt beradi. 7000 eng optimal, eng zo'r. 10 ming qadam undan ham ko'proq effekt beradi.
yaxshi. No, vazni katta ayollarga sразу 10 000 qadam yurishni tavsiya qilmayman. Oyoqlarda og'riq bo'lmasligi uchun 7 000 qadam yuring. Va bu qadamni siz обязательно 2 soat vaqt ajratib ko'chaga qayergadir ketishyapsiz. Uyni o'zida, uy ish qilayotganingizda gilamlaringiz tagini tozalash, pollarni oyoq o'zingiz qo'lda artish, fabrada emas. Qo'lda artish, hollarni supurish, огородlarga qarash. Mana shunaqa ishlar bilan shug'ullaning. Ya'ni har kuni odat qiling ko'proq harakat qilishga. Hozir ayollar, hattoki qishloqlarda ham men bilaman, men o'zim Marg'ilonimiz qishloq emas, albatta Marg'ilon shahri. O'sha yerda ham masalan kelinoyimlar o'sha gilam yuvmay qo'yishgan, gilamchini chaqirishadi. Uyga o'sha oynalarni archishga yordamchilar chaqiradi. Ya'ni hozir hattoki qishloqlarda ham ayollar o'ziga yordamchilarni o'sha pulini berib qildiradigan bo'lib ketgan. Mana shu narsalarni har kuni to'plab qo'yib 2-3 oyda bitta oynangizda bilasini chiqarib qo'yib kimdir chaqirmang. O'zingiz har kuni bir kun bu xonangiznikini, bir kun boshqa xonangiznikini, keyin kun boshqa xonangiz. Ya'ni har bitta narsani o'zingiz qiling, o'zingizga nagruska bermagan holatda emas. Har kuni qiling, oz-ozdan qiling. Masalan, ibodatda ham Alloh taolo nimani yaxshi ko'radi degan. Kam bo'lsa ham doimiy qilingan ibodatni. Masalan, oddiy zikr qilish. Zikrni qilasiz, sizga qiyinchilik bermaydi. Doimiy qilasiz, kamroq qilasiz, doimiy qilasiz. Mana shu doimiy qiling. Mana shu ishni ham fizik nagruskani uyda ishni doimiy qiling, o'zingiz qiling. Va mana shu narsa sizning kunlik hayotingizga kiradigan bo'lsa, siz har kun harakatda bo'lsangiz, kechqurunga ayniqsa uglevod yemasangiz va uyqungizni joyiga qo'ysangiz, ishoning, вообще мощный effekt bo'ladi. O'zingiz bilmagan holda yuzingiz tozalanadi. Yaqinda biz milliy kutubxonada nima qildik-ku? Seminar qildim-ku, mana shu seminarda ayollarga xuddi shu narsani tushuntirdim, gapirdim. Bitta ayol kecha Esma kafega kirsam, "Osiyoxon" deb bittasi yugurib, "Sizni sevib qoldim, Osiyoxon" dedi. Nima bo'ldi ekan deb, kim ekan bilmayman. Marafonda qatnashdi deb o'ylabman. "Osiyoxon, men sizni kutubxonada ko'rdim, meni chaqirishni taklif qilishdi, bordim, gaplaringizni eshitdim, o'shandan keyin sevib qoldim, sizni YouTubeingizni ham kuzatyapman, Esma kafengizni ham kuzatyapman, Telegramdan kuzatyapman, aytganingizni qildim, qarang" deyapti. Shunaqa yengil bo'ldim, mana o'sha vaznim ketdi. Zo'r effektlar bo'lar ekan dedi. Oddiy dedi. O'sha aytganingizdek oqsilishni boshladim. Uyqu rejimiga amal qildim va harakat qilyapman. Men o'zim kutubxonada ishlayman. O'sha deyapti, kitoblarda eslab qolish bizda deyapti, aqlimni ishlataman. Hamma yaqinlarim qanaqa qilibsan, o'zyapsan deyapti. Deyarli hech narsani o'zgartiraman, lekin 2-3 ta aytganlaringizni qilib o'zgartirdim. Mana hozir o'sha premium kanal kursingizga to'lov qilib ketdim. Hali darslaringizni olmay turib, hali marafonga qatnashmay turib, shunaqa yengil qorindan bo'lishim ketdi. Mana qarang, qorin kichraydi deb qornini ko'rsatyapti. Уже energiyada, уже charchamay qoldim, zo'r bo'lib qoldim. Juda ham xursand bo'ldi. Ya'ni ana shu yerga ayollarga borib shu bergan maslahatim o'zing уже amal qilib, YouTube'larni kuzatib, ayollar ilm olib, уже ozishni boshlayapti ekan. Bu bilan nima demoqchiman? Siz ham mana shu YouTube kanalimdagi darslarni erinmasdan vaqtingiz kechqurun, shu ovqatlanib bo'lganingizdan keyin yoki boshqa paytda har kuni 1 soatdan men darslarimni ko'rishga odat qiling. Chunki bunaqa realniy effekt beradigan darslarim juda ham ko'p. Hattoki bozorlik qilish videolarimiz ham bor. To'g'ri bozorlik qilish, nimalar sotib olish. Albatta, masalan, kela olmasangiz, o'zingiz doktor nazoratga olib bora olmasangiz, kurslarga qatnasha olmasangiz, oddiy shu maslahatlarim bilan zo'r effektlar olsangiz bo'ladi.